Angren shahridagi tantanali to'ydan maxsus reportaj. Kelin kuyovlarimiz Alijon va Karina. To'y manzarasi quvonchga to'lib toshgan bir olam. Kamina boshlovchi Azamat Remov, O'zbegim shou komandasi, Joziba raqs ansambli, foto va video operatorlarimiz barchamiz Royal Vision organizatorligi asosida xizmat qildik. Kelin tomondan tashrif buyurgan mehmonlar rusiy zabon bo'lganligi uchun men bu tantanani ikki xil tilda, o'zbek va rus tilida olib bordim. Eng e'tiborli lahza ota-onalarning quvonchi. Ana shu fursatlarda har kim bir narsani anglab yetadi. Bu to'y faqat ikki yoshning emas, balki ikki oilaning katta bayrami. Alijonning ota-onasi o'g'lining baxtini ko'rib, ko'zlarida shukronalik paydo bo'ldi. Uyimiz kengaydi, qudalar bilan yuraklarimiz birlashdi degan iftixor bor edi ularning yuzlarida. Alijon va Karina nafaqat juftlik, balki ikki oilani bog'lovchi ko'prik, ikki yurakni birlashtirgan muhabbat. Bu kunni haqiqiy kino kadriga aylantirdik. Bunda hammamizni hissamiz bor. Bugun Angren osmoni sizlarning baxtingizga guvoh bo'ldi.